mehribon va rahimli Alloh nomiyle. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Albatta biz uni, Qur'onni Lavhul Mahfuzdan birinchi osmonga Qadr kechasida nozil qildik. وما أدراك ما ليلة القدر. Ey Muhammad, Qadr kechasi nima ekanini sizga ne ham anglatur. ليلة القدر خير من 1000 شهر. Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. تنزل الملائكة